Assalomu alaykum, aziz hamshaharlar. Bugun Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi qayerda joylashganligini shahrimiz aholisidan bilib olamiz. Bilmaganlarga esa mana bu kutubxona taklifnomasi berib o'tiladi. Qani ketdik. Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi borligini bilasizmi? Unda mana bu taklifnoma. Biz qolamiz. Assalomu alaykum. Kimsiz? Bizni Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi borligi bilan bilmasangiz, mana bizning taklifnomamiz. Sizni kutubxonamiz. Yaxshimisiz? Bizning Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi qayerda joylashganidan xabaringiz bormi? Ko'chasini nima edi? Ulug'bek. 13-dom tagida. 13-domda. Agar aniq manzilni bilmasangiz, mana bizning manzilimiz. Mayli, rahmat. Sizni kutamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Sizni Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi qayerda joylashganidan xabaringiz bormi? Bor. Aniq manzilni bilmaysizmi? Gulbaramlik mahallasida joylashgan. Bog'cha 34 bog'chani oldi. Mana bizning aniq manzilimiz. Assalomu alaykum. Bizni Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi qayerda joylashganligini xabaringiz bormi? Borib turasizmi? Yo'q, farzandlarim bor. Farzandlaringiz? Unda sizni kutib qolamiz. Rahmat. Xo'p. Bizni Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi qayerda joylashganligini bilasizmi? Yo'q. Bilmasangiz, mana bizni taklifnomamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizni Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi qayerda joylashganligidan xabaringiz bormi? Bormaganmisiz? Mana bizni taklifnomamiz. Sizni kutib qolamiz. Bizni Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi qayerda joylashganligini bilasizmi? Borib turasizlarmi? Oxirgi marta qaysi kitobni o'qidinglar? Mayli, charchamaylar. Bolalar, yaxshimisizlar? Qayerda o'qiysizlar? Biz Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi qayerda joylashganini bilasizlarmi? Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi qayerda joylashganligini bilasizlarmi? Bilmasanglar, mana bizning taklifnomamiz. Sizlarni kutib qolamiz. Sizga boringlar, xo'p?